Assalomu alaykum, Namangan uylari kanalimizning qadrli obunachilari, YouTubedan bizni kuzatayotgan azizlarim. Mana bugun sizlarga Namangan shahrining markaziy hududdan, markazidan umumiy bir xonali kvartiramizni obzorini qilib beraman. Barchamizga taniqli bo'lgan Shodiyona to'yxonani shunday ro'parasida umumiy 4 qavatli uyimizni birinchi qavatdan ta'mir holatlari a'lo darajada bo'lgan yashashga tayyor bir xonali kvartiramizni obzorda. Qadrdonlar, kiraverish qismini ko'rib turibsiz. Koridorimiz umumiy chiroyli ravishda turibdi. Garderob mebellari juda ham akkuratni jihozlab qo'yilgan. Albatta bu yerda kirish qismimizda alohida bu tarafida hojatxona va albatta sanuzillarimiz tashkillashtirib qo'yilibdi. Azizlar, ko'rib turganingizdek, bu kvartiramizda asosiy bo'g'iniga ega bo'lgan xona bu, ya'ni xonaning keng maydonligi ko'rib turibsiz. Bu yerni ham ta'mir holatlari ideal. Xonadonimizda eslatib o'taman, umumiy bir xonali kvartiramizdagi gilam, pardalar o'z o'rnida qoladi, qolgan mebellar chiqib ketadi. Ko'rib turibsiz, bir xonani ikki xona qilingan desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana bu joy gazxona bo'lgan avval, hozir bu gazxona balkonga ko'chirib, bu yerda yana bitta xona sifatida foydalanib kelinyapti. Va albatta umumiy 6 metrlik keng talqindagi balkonimiz qadrdonlar, romlari alohida akvaplastda o'rnatib qo'yilgan, zamonaviy mebellar, kuxin naborlar o'rnatilgan, vitishkalari bor va albatta hoji aka, mana bu joyda alohida qishki mavsumga isitish tizimi uchun do'kontirli kotyorlar o'rnatib qo'yilgan. Xonadonimiz to'liq ataplen registrdan tashkil etadi. Kommunal tarmoqlarga to'xtaladigan bo'lsak, gaz, suv, svet tarmoqlaridan umuman muammo yo'q. Wi-Fi tarmoqlari ham kelgan. Xonadonimiz sizga ma'qul keladigan bo'lsa, hech o'ylanib, ikkilanib o'tirishga hojat yo'q. Ekranda qoldiryapgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling, biz bilan bog'laning, kelishilgan narxlarda ushbu xonadonni sotib oling. YouTube ijtimoiy tarmog'ida bizni kuzatayotgan qadrdonlar, bizni kuzatishda davom eting. Namanganim uylarida yangiliklar hali oldinda.